Aziz o'quvchilar, 5-mavzuga o'tamiz. Ya'ni mavzuyimiz bir xil mahrajli kasrlarni qo'shish va ayirish. Birinchi o'rinda bizda to'g'ri kasr va noto'g'ri kasrlar haqida yana ozgincha to'xtalib o'tamiz. To'g'ri kasrlar qanday kasrlar? Surati mahrajdan kichkina bo'lgan kasrlar. Ya'ni bizda 7 mahrajda turgan bo'lsa, 7 dan kichkina bo'lgan barcha natural sonlar necha? 1 dan boshlab 6 gacha bo'lgan natural sonlar jami 6 ta ekan. Mana shu tartibda ishlab ketamiz. Undan tashqari mana 3-misolga qaraydigan bo'lsak, mana bu suratimiz mahrajdan kichkina bo'lishi kerak. Demak, 6n - 7 ning qiymati kichkina bo'lishi kerak 35 dan. Mana -7 ifodamiz bu yoqqa o'tsa +7, 35 ga 7 ni qo'shsak 42. 6n ning qiymati kichkina bo'lar ekan 42 dan. Demak, n ning qiymati 7 dan kichkina qiymatlarning barchasini qabul qilar ekan. 1 dan boshlab barcha 6 gacha bo'lgan sonlar. Ya'ni 1 da bor qo'ysak ham 2 ni 3 da va hokazo. Faqat 7 ni bor qo'ysak 42 dan kichkina bo'la olmaydi. Shuning uchun 6 gacha olamiz. 1 dan 6 gacha sonlarimizning qiymati 6 ta bo'lar ekan. Javobimiz 6 ta. Xo'p, 6-misolga qarasak, bu holatda ham xuddi shuni ishlaymiz. 120 + 11 n ning qiymatini kichkina deymiz 155 dan. Xo'sh, mana sonli ifoda qiymatimizni bir tomonga o'tkazib olamiz. Oddiy tenglama holatidagi qilib. Kichkina bo'lar ekan 155 dan 120 ni ayirib tashlasak 35 ga teng bo'lar ekan. Demak, 11 n ning qiymati qachon 35 dan kichkina bo'la oladi? Demak, qachonki n 4 dan kichkina bo'lsa, agar 4 qiymat berganimizda 44 bo'lib oshib ketib qolardi. Demak, bizda endi qiymat 4 dan kichkina, ya'ni 1, 2, 3 degan qiymatlarni berishimiz mumkin ekan. Mana shu holatda bular to'g'ri kasrlardan iborat bo'ladi. Xo'sh, 7-misoldan 14-misolgacha bizda nechta natural qiymatlarda noto'g'ri kasr bo'ladi. Endi bizda noto'g'ri kasr bo'lish uchun surat va mahrajlar holat orasidagi bog'liqligi har doim mahrajning qiymati suratdan nima bo'lishi kerak? Kichik yoki teng bo'lishi kerak. Ya'ni suratning qiymati mahrajdan katta yoki teng bo'lishi kerak. Bizdan 9 dan kichkina bo'lgan qiymatlar kerak ekan, n qiymati. Shundagi qiymatlar 1 dan boshlab 8 gacha bo'lishi mumkin. Bundagi qiymatimiz faqat kichkina, lekin hozir ta'rifda aytib o'tdimki, suratimiz mahrajdan katta yoki teng bo'lishi kerak. Demak, tenglik holati ham bor ekan. 9 bo'lganda ham bular noto'g'ri kasr ko'rinishda bo'lar ekan. Demak, yechimimiz bunda 9 ta degan javob bo'lar ekan. Endi shu yerdan bitta 10-misolni ko'rib ketamiz. 10-misolda aytyapti 111 taqsim 7n - 3. Buni ham mana bu tepadagidek tartibda ishlab chiqamiz. 111 ni katta yoki teng qilar ekanmiz 7n - 3 dan. Sonli ifodalarni bir tomonga o'tkazib olamiz. Ishorasini qarama-qarshi ishora bilan. -3 bo'lsa +3. 114 bilan qo'shib yorsak, katta yoki teng 7 ta n dan. Demak, bizdan 7 ni nechaga ko'paytirsak 114 dan kichkina bo'lgan maksimum qiymati. Oxirgi qiymatni oladigan bo'lsak, masalan 115 ta oladigan bo'lsak 105 bo'ladi, 16 ni oladigan bo'lsak 112. Demak, 114 ning qiymati katta yoki teng 112 dan bo'la oladi. Demak, n ning qiymati 6 dan kichik yoki teng bo'lishi kerak. 6 dan kichkina yoki teng bo'ladigan qiymatlarning barchasi o'rinli bo'lar ekan, lekin 7 ni 16 dan. 16 dan kichkina qiymatlarning barchasi o'rinli bo'ladi, lekin 17 ni borib qo'yadigan bo'lsak, o'rinli bo'lmay qolar ekan. Demak, 17 ni borib qo'ysak 119 degan natija bo'ladi. 114 dan kichik yoki teng bo'la olmaydi. Xo'p, natijamiz demak 1 dan boshlab 16 gacha degan javoblar qabul qilar ekan. 16 ta natural son bor ekan. 14-misolda ishlaymiz endi. Bizda yana xuddi shu tartibda 39 - dan n ning qiymati kichik yoki teng bo'lar ekan 4 ta n dan. Agar kichik yoki teng bo'ladigan bo'lsa, bizda bunaqa shart mavjud emasdi, ya'ni mumkin emasdi. Bu katta yoki teng bo'lishi kerak, chunki suratimiz qiymatining katta yoki teng bo'lsagina noto'g'ri kasr bo'ladi. Endi bizdagi boya har safar sonli ifodalarni bir tomonga o'tkazib oldik. Endi bizda harfli ifodalar hosil bo'lib qoldi. Minus endi bu yoqqa o'tkazib harfli ifoda bilan alohida hisoblab olamiz. Minus n plus m o'tkazsa, bu yerda 4 ga n ni qo'shaveradigan bo'lsak, 5 ta n bo'lib qolar ekan. Bu 39 dan kichik yoki teng ekan. Demak, 39 dan kichik yoki teng bo'lgan 5 ta n ning qiymati. Demak, mabodoki n ning qiymati 8 ga teng bo'lib qolsa, bu 40 bo'lib, 39 dan kichkina bo'la olmas ekan. Demak, n ning qiymati maksimum darajada 7 gacha borishi mumkin. 7 kara 5 35 bo'lib, 39 dan kichkina yoki teng bo'ladi. Demak, yechimlarimiz 1 dan boshlab 7 gacha bo'lsa, jami 7 ta. Xo'sh, davom ettiramiz. 15-misolga qarasak, ya'ni 15 dan boshlab 20-misolgacha sonlarni, ya'ni aralash sonda ifodalang debdi. Endi bir oyni 30 kun deb olgan. Olingan
Sababi bir oyda qiymatlarimiz 28, ba'zida 29, ba'zida 31 kunlarga tengligi uchun. Xo'sh, 15-misolga qaraymiz. Biz kun va soatdagi qiymatni kunga aylantirishimiz kerak. Birinchi qiladigan ishimiz bu yerda 17 soat qiymatni kunning qancha qismligini tashkil qilishini ko'rib olishimiz kerak. Demak, bizdagi bir kundagi soatlar, ya'ni bir kunda necha soat bor? 24 soat bor. 17 soatimiz butun boshli kunning qancha qismini tashkil qiladi? 24 dan 17 qismini. Demak, mana shuni kunga aylantirib oldik. Bu yoqda 12 kunimiz turibdi. Mana aralash kasr ko'rinishda bo'ldi. 12/17 taqsim 24 kunga teng ekan. Ana endi, xo'sh. Bu yerda mana bu soatlarga yoki grammlarda oladigan bo'lsak, 45 soatimiz 55 minutimiz. Demak, 55 minut ya'ni 1 soatning qancha qismi tashkil qiladi 55 minutimiz? 45/55 taqsim 60, ya'ni 60 dan 55 qism tashkil qilar ekan. Sababi 1 soatimiz 60 daqiqa, 55 daqiqamiz 60 dan 55 daqiqasini tashkil qilar ekan. Endi asrga qaraymiz. Bizda asrga topingdi. Ya'ni 22 asr 14 yilni asrda toping degani 14 yil asrning qancha qism tashkil qilishligi. Demak, 22/14, ya'ni 100 dan 14 qismini tashkil qiladi. Chunki bir asrimiz 100 yilga teng. Xo'sh, endi bizda va nihoyat o'sha mavzuga taalluqli bo'lgan misollarimiz keldi. Ya'ni mahrajlari bir xil bo'lgan kasrlarni qo'shish, ayirish degan holatga yetib keldik. Bizdagi bu holatimiz qaranglar. Mahrajlari bir xil bo'lsa, kasrda suratlar ustida bajariladi har doim. Plus bo'lsa plus, minus bo'lsa minus. Ya'ni qo'shsak qo'shamiz, ya'ni qo'shish bo'lsa faqat suratlar qo'shiladi, ayirish bo'lsa faqat suratlar ayriladi. 8 ga 5 ni qo'shib qo'yarkanmiz, shunchaki 13 taqsim 17 hosil bo'lar ekan. Keyingisi, masalan, 13 taqsim 83 ga 41 taqsim 83 ni qo'shib qo'yamiz. Qo'shadigan bo'lsak nima hosil bo'ladi? 13 ga 41 ni qo'shsak, demak 54 taqsim 83 degan qiymat hosil bo'lar ekan. Endi ayirma holatini ham misol ishlaylik. Yana mahrajlarimiz teng. 26-misolda 19 dan 5 ni shunchaki ayirib qo'yamiz. 14 taqsim 21 holati. Endi bizda bu kasrimiz qisqaruvchi kasr. Oxirgi nuqtasi, ya'ni qisqarmay qolguncha qisqartirib boramiz. Bulan 7 ga qisqartiraversa 2 taqsim 3 degan qiymat hosil bo'lar ekan. Bizda 3 talik kasrlar qanday amalga oshiriladi? 3 talik kasrlarimiz ham xuddi shunday, plus bo'lsa plus, ya'ni qo'shish bo'lsa qo'shib chiqamiz suratlarda. Mahrajlar o'z holicha qolaveradi. 1 ga 8 ni qo'shamiz 9, 9 ga 2 ni qo'shsak 11 taqsim 33. Bu hali yana qisqaruvchi holatda turibdi. Buni qisqartiraversak 1 taqsim 3 natija hosil bo'lar ekan. Ana endi 36-misolga qaraydigan bo'lsak, ayirish holati. Bunda ham xuddi shunday yana birinchi ayirishlarni suratlar ustida ishlab chiqaramiz. 36 dan 12 ni ayirib tashlaymiz 24. 24 dan 3 ni ayirib tashlasak, natija 21 taqsim 49. Xo'sh, yana bu yerda hozir qisqarishga moyilligi bor, sababi ikkalasi ham 7 ga bo'linish son, 7 ga bo'laversak 3 taqsim 7 degan natija hosil bo'lar ekan. Mana endi bizda tenglamalar, ya'ni tenglama holatdagi misollar berilyapti. Bular hozir aytib o'tganimdek mahrajlar bir xil bo'lganligi uchun juda ham oson, juda ham sodda ko'rinishda berib turibdi. Faqatgina ishlash usulini o'rganib olsak bo'ldi. 7 taqsim 13 ga nimani qo'shsak 19 taqsim 13 hosil bo'lar ekan. Demak, o'rtadagi qiymatimiz 7 ga nimani qo'shsak 19 hosil bo'lishligini bilsak bo'ldi ekan. X qiymati 19 taqsim 13 dan 7 taqsim 13 ni ayirib qo'yamiz, xolos. X ning qiymati natijada 12 taqsim 13 liga kelib chiqar ekan. Xo'sh, davom ettiramiz. Shundan 44-misolga o'tib ketaylik. 44-misolimiz ham xuddi shu tartibda kelyapti-da. Masalan, 89 taqsim 99 mana bu noma'lum son. 106 taqsim 99 hosil qilyapti. Endi bu yerda bizda tenglama ishlashda avvalo noma'lum son topib olamiz. X noma'lum son bo'lsa, noma'lum sondan ma'lum sonni ayirganimizda ham baribir noma'lum bo'ladi. Demak, qavsda ichidagi barcha ifodaning o'zi ham noma'lum ekan. 89 taqsim 99 ga nimani qo'shsak 106 taqsim 99 bo'ladi. Endi biz uni topish uchun nima qilamiz? X minus 44 taqsim 99 da 106 taqsim 99 dan ayirar ekanmiz 89 taqsim 99 ni. Faqat suratlar ustida ayirmasini hosil qilamiz. Demak, x ning qiymati topib oladigan bo'lsak, 106 dan 89 ga ayirib tashlaymiz. Natijamiz 17 taqsim 99. Demak, endi x ta qiymatini topadigan bo'lsak, manfiy ifodamiz bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, plus bo'lib qoladi. Demak, 44 taqsim 99. X ta qiymatini topib olamiz.
17 ga 44 qo'shadigan bo'lsak, 61 taqsim 90